Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanalimizga hoş geldinglar. Bugun 8-oyning 14-kuni. Biz Xitoy Amerika o'rtasidagi tirkishishni ko'rib turyapmiz. Xitoy hokimiyati bo'lsa, u bir lukchak, muttaham, ikki ko'zi qonga to'lgan, va'dasiga amal qilmaydigan, o'g'ri, bulonchi, qaroqchi, chiqilib yomon tillarning hammasi Xitoy hokimiyatiga eng bop keldigan bir lukchak davlat. Bu lukchak davlat faqatla o'zining mushtig'i ishindigan, kuchiga ishindigan, adolatning nima ekanligini bilmaydigan davlat. Shunga bundaq davlatga faqat Amerika davlati kuch bilan, iqtisodiy kuch bilan, texnik yo'g'on mush bilan Xitoyni bo'ysundirgan bo'ladi. Xitoy hukumatiga ajallik zarb berganda, ondan Xitoy hukumati bo'ysunidi, gap anglaydigan bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, bu razil Xitoy hokimiyati dunyoning tartibiga, qoida nizomlarga buzg'unchilik qiladi. Shunga Xitoy hukumatiga haqiqatni, dunyoning qoida tartiblarini, xalqaro nizom nomalarni tushuntirib avar bo'lmay, Xitoy hukumatiga Amerika taraf harbiy kuch bilan bisim qilish yoki zarba berish kerak. Amerika davlati yaqindan buyon Xitoy davlatiga qarata iqtisodiy jazoni kuchaytirdi. Harbiy bisim va harbiy tahdidni ham kuchaytirdi. Bu vaziyatdan Xitoy hukumati shakl jihatda yumshagandek, bo'ysunayotgandek signallarni berishga boshladi. Yaqindan buyon Amerika armiyasi o'zining eng ilg'or tipdagi B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplandan 3 donini Hindi okeanining Garcia Amerika harbiy bazasiga o'rinlashtirdi. Amerika havo armiyasining B-2 bombardimanchi aeroplani bo'lsa, eng iqtidorli bombardimanchi aeroplan. Bu B-2 bombardimanchi aeroplanning tutish bahosi 2 milliard 400 milyon Amerika dollari ekan. Bahosi intayin qimmat. Bu bombardimanchi aeroplan atom bombani ilib mangalaydi ekan. Bundan boshqa har turli portlashg'ich bombalardan 30-40 tonna bombalarni ilib mangalaydi ekan. Bu B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplan ayni vaqtida Yugoslaviyada turishliq Xitoy konsulxonasini portlatib o'tgan ekan. B-2 tipdagi bu bombardimanchi aeroplan Yugoslaviyada turishliq Xitoy konsulxonasining yer osti uyidan tortib portlatib o'tgan ekan. Chunki Yugoslaviyada turishliq Xitoy konsulxonasini portlatishdagi maqsad bu Xitoy konsulxonasi nurg'unlagan jasuslik signallarni tarqitish xizmatini o'rnagan ekan. Shunga shu signallarga asosan bu Xitoy konsulxonasini pachaqlab tashlab o'tgan ekan. Demak, Xitoy hukumati Amerikaning B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplanining tuz ta'mini tetigan ekan. Xitoy armiyasi Amerikaning bu B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplandan intayin endish qiladi ekan. Amerika armiyasi bu 3 dona B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplanni Amerikaning Missouri harbiy havo armiya bazasidan Hindi okeanining Garcia harbiy bazasiga avatibdi. Bu Tinch okeandagi Amerika harbiy bazasining o'rni Hindiston Xitoy chegarasiga intayin yaqin ekan. Xitoy o'zi atab olgan Xitoy Janubiy dengiz va Xitoy Janubiy dengizidagi sun'iy orollarga intayin yaqin ekan. Mayli Xitoyning Janubiy dengiz rayonlariga bo'lsin, Hindiston Xitoy chegara rayonlariga bo'lsin, uchish masobasi bir qancha ming kilometr ekan. Tayvanga darhol ulgurib bora oladi ekan. Biz yuqorida atab o'tgan rayonlarda Xitoy hukumati bir ish qilib qo'ysa, bu B-2 tipdagi aeroplan darhol uchib berib, shu rayondagi Xitoy armiyalariga ajallik zarba bera oladi ekan. Bu demak, B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplan hozir Xitoy hukumatining ishig oldiga kelib qarab turdi degan gap. Mana buni biz Xitoy armiyasiga va Xitoy hukumatiga ishlatayotgan harbiy bisim deb bilamiz. Uning ustiga bu B-2 tipdagi bombardimanchi aeroplan Xitoy armiyasining har qanday radariga tushmaydi ekan. Bu bombardimanchi aeroplan har zaman Hindiston Xitoy chegara bo'ylarida, Xitoyning Janubiy dengiz havo bo'shlig'ida, Tayvan havo bo'shlig'ida, hattoki Xi Jinpingning beshining to'pisida paydo bo'la oladi ekan. Undan boshqa yaqinda Amerika davlati yana bir intayin iqtidorli razvedchi aeroplanni Yaponiyaning Okinawa Amerika harbiy bazasiga avatibdi. Demak, bu yerda yuqori iqtidorli razvedchi aeroplandan ikkisi bor bo'ldi degan gap.
kunning oldida bu yuqori iqtidorli razvedchi aeroplan Tayvan havo boshlig'ida razvedchilik vazifasini o'tab keldi. Bu Tayvan havo boshlig'ida razvedchilik qilishning o'zi bir g'ayri ahvol ekan. Asli qoida bo'yicha Tayvan havo boshlig'ida razved qilish uchun Tayvan hukumatiga xabar qilish kerak ekan. Lekin Amerikaning razvedchi aeroplanlari Tayvan havo boshlig'ida uchishning o'zi Amerika armiyasi bilan Tayvan armiyasiningki qaysi darajada yaxshi hamkorlashayotganligini bilaylik ekanmiz. Xitoy hukumati yana bir jihatdan Amerika hukumatiga yaxshiroq ko'rinish uchun yaqindan buyon tuyuqsiz Amerikaning dehqonchilik mahsulotlaridan, ya'ni po'choq mahsulotlaridan 2 million 130 ming tonna po'choq qatorliq oshliq setyapti. 1996 yildan buyon eng ko'p oshliq setib olgan rekordni yaratibdi. Buni anglagan Prezident Trump efendim intayin xo'shal bo'lib ketibdi. Undan boshqa go'lyang mahsuloti, kalı go'sht mahsulotlarini intayin ko'plab setyapti. Muxbirlar Prezident efendimdan bu qanday voqea deb so'raganda Prezident Trump efendim javob berib, "Men hozir Xitoy hukumati bilan hech qanday ishim yo'q. Xitoy hukumati meni ranjitib qo'ydi. Shunga Xitoy hukumatiga jazoni yurgizish kerak" degan mazmunda javob beribdi. Ikkinchi xo'sh xabarimiz o'lganning ustiga tepgan deb Xitoy hukumati texmi sakrab, texmi chichanishib ketadigan bir voqea yuz berish oldida turyapti. Amerika hukumati Xitoy hukumatidan 1 trillion 600 milyard dollar qarz berib turgan pulini qaytarib olmoqchi ekan. Amerika hukumati bu pulni Xitoy hukumatiga qonunliq berib turganki, qonunliq qaytarib ola oladi ekan. Endi biz 1 trillion 600 milyard qarz pul zodi qandaq pul? Bu qandaq ish? Buning tafsilotini anglab boqaylik. Xitoy Mingo davrida Amerika hukumatiga 1 trillion 600 milyard dollar pulni to'lashga va'da bergan ekan, ham uningga isbot bergan ekan. Balkim bu xabarni Xitoy fuqarolari anglasa, bu pulni kimga bergan bo'lsang, shuningda ammamsan deb ushug'liq qilishi mumkin ekan. Bu qarzni suylash Amerika davlatida ikkinchi qitim boshlanish ekan. Bu qarzni suylash ishiga Prezident Trump efendim aralashmabdi. Qarzni qaytarib olish ishini ko'tarib chiqqan Amerika Arizona shtatining bir parlament a'zosi bu ishni ko'tarib chiqibdi. Bu parlament a'zosi bu qarz suylash ishini Amerika Kongressiga sunsa, Amerika Kongressining Kengash palatasi, Avam palatasi hammasi birlikda ma'qullab qarordan o'tkazsa, uningdan keyin Prezident Trump efendimning ishxonasiga sunsa, ondan Prezident Trump efendim tasdiqlasa, bu 1 trillion 600 milyard dollar pulni Xitoydan qaytarib olish ishi rasmiy Amerikaning qonuni bo'lib yo'lga qo'yildi ekan. Xo'sh, endi Xitoy hukumati qandaqsiga Amerika davlatiga 1 trillion 600 milyard dollar pulga qarz bo'lib qoldi? Ayni vaqtida Manjuriya hukumati bu qarzni Amerikadan olgan ekan. Sababi ayni vaqtida Huguang temir yo'lini yasash uchun Manjuriya hukumatining puli yetmay, Amerika davlatidan bu pulni qarz olgan ekan. Huguang temir yo'li deganimiz Hunan o'lkasidan Guangdong o'lkasiga qatnaydigan temir yo'l ekan. Manjuriya hukumati mushu zo'r qarz pulni elib, to'xtanda 1950 nechinchi yil bo'lgan vaqtida Amerikaga qaytarib berib etamiz deb to'xtamlashgan ekan. Lekin Manjuriya hukumati uzunga bormaylam Junhua Mingo tarafidan ag'dirilib etib, Manjuriya hukumatining o'rniga Junhua Mingo hukumati taxtaga chiqibdi. Ham Junhua Mingo hukumati bu qarz pulni Amerikaga to'lashga va'da berib to'xtamlashgan ekan. Junhua Mingo bu qarz pulni to'layman deb to'ligicha Xitoy kommunist tarafidan ag'dirilib etibdi. Junhua Mingoni Xitoy kommunist hukumati Tayvanga qo'g'lab etibdi. Keyin Xitoy hokimiyati bu pulimiz yo'q, to'layolmaymiz deb shug'ullik qilgan ekan. Lekin bu pulni Amerika xalqi to'plab Xitoy hukumatiga bergan ekan ayni vaqtida. Ya'ni Manjuriya hukumatiga. Keyin Xitoy kommunist hukumati qurilib bo'lgandan keyin Amerika xalqi birlikda advokat tutib, qarz bergan isbotlar bilan qonunliq sudga arz qildi. Amerika sud organlari, Amerika hukumati ayni vaqtida Xitoy hukumatining elchilariga, Xitoy arboblariga bu masalani o'tirib qo'ygan ekan. Lekin Xitoy hukumati biz bu ishdan xabarimiz yo'q, biz bu ishni ko'rmagan, biz bu ishni uqmaymiz deb o'zini ib qichibdi.
Shu mezgilde Amerika sud mahkamasimi hukm chiqarib bu qarzni so'ylaydigan huquqi bor deb hukm chiqargan ekan. Keyin Amerika davlatining siyosiy masalasi tufaylidan so'g'oq urush vaqti davrida Amerika hukumati Xitoy hukumati bilan hamkorlashib Sovet ittifoqiga qarshi turadigan vaziyat shakllangan ekan. Shu mezgilda Amerika prezidentlarimi bu diloni vaqtliq bosib turgan ekan. Qoida bo'yicha bir odamdan qarz olsa, uni cho'qim to'laydigan qoida butun dunyoda mavjud. Davlatlarmi shunday ekan. Bir davlat yana bir davlatdan qarz olsa, u davlat cho'qim qarz berguchiga qarzini to'laydi ekan. Lekin u davlat yemirilib ketsa, uning o'rniga qaysi hukumat chiqsa, shu hukumat koni hukumatning qarziga ega bo'lish kerak ekan. Bu dunyoning qoidasi ekan. Manjur hukumatimi bu qarzni olgan bilan u pulni yanala hozirgi Xitoy davlatiga mablag' solgan ekan. Mayli Manjur vaqti bo'lamdi, Mingo vaqti bo'lamdi, Gongsandan vaqti bo'lamdi. Hozir shu zaminda qaysi hokimiyat mavjud bo'lgan bo'lsa, shu hokimiyat cho'qim to'laydi ekan. Bu xalqaro qonun ekan. Bundaq aytganda, hozir Xitoy hukumati davlat deb atab turgan shu yerdagi xalq, shu zamin, shu hukumat javobgar bo'lish kerak ekan. Hozir Xitoy kommunist hukumati Manjuriyani Junxo Mingo ag'dirib o'tgan. Junxo Mingo o'zi beraman deb so'z bergan ekan. Junxo Mingodan olmamsa, Junxo Mingo hozir Tayvanda turdi-ku deydi ekan. Xo'sh, endi Manjur xonadonligini Junxo Mingo ag'dirib yetibdi. Qoida bo'yicha Manjur xonadonligining butun davlat zaminini, egilik huquqini, Manjur hukumatining mol dunyosini, Manjur hukumatining butun qarzlariga ega bo'ladi ekan. Manjur hukumatining o'rniga dastigan qonunliq hukumat Junxo Mingo ekan. Endi Xitoy kommunist hokimiyati Junxo Mingoni ag'dirib yetibdi. U chaqda xuddi Junxo Mingo Manjur xonadonligining hamma foyda ziyniga ega bo'lgandek, Xitoy kommunist hokimiyatimi Junxo Mingoning butun foyda ziyniga ega bo'lish kerak ekan. Ya'ni Junxo Mingoning butun mol-mulklarini o'tkazib olgan bo'lsa, uning qarzigami javobgarlik qildi ekan. Lekin Xitoy kommunist hokimiyati sen bu pulni Junxo Mingodan olasan deb Junxo Mingoga ishlatsa, u chaqda Amerika hukumati Junxo Mingo yana Tayvandan bu qarzni olaman deydi ekan. U chaqda Junxo Mingoga vakillik qilgan Tayvan bo'ladi, biz bu qarzni to'laymiz, parchalab to'laymiz deb e'tirof qiladi ekan. Lekin bu yerda bir masala bor ekan. Tayvan Junxo Mingoning varischiligi bo'lib, bu pulni to'layman desa, u vaqtida Tayvan qonunliq bir davlatning o'rniga o'tib qoldi ekan. Manjur davlatining to'layolmagan qarzini Junxo Mingo davlati to'laydi degan qoidaga to'g'ri kelib qoldi ekan. Lekin Tayvanni hozir kommunist Xitoy hukumati Tayvan Jungoning ayrilmas bir qismi deb jar soldi ekan. Xitoy kommunist hukumati yillardan beri Tayvan Jungoning ayrilmas bir qismi, Tayvan Jungoning zimini deb butun dunyoga jar solib kelayotgan ekan. Undaq bo'lsa, Tayvandagi Junxo hukumati Xitoy kommunist hukumatiga tava bo'lsa, u chaqda 1 trillion 600 milliard pulni Xitoy hukumati to'lashga to'g'ri keldi ekan. Amerika davlati mushundaq vaqtida bu qarz masalasini o'tirg'i chiqarishi bir chamada 2 paxtak yoki 3 paxtakni so'qadigan mezgiliga yetib kelibdi. Amerika hukumati bu qarzni Beijing hukumatining oldiga tashlab, ya bu qarz pulni to'laysan, yoki bo'lmasa Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilsan deydi ekan. Chunki bu Manjur hukumatining qarzini Tayvan to'lagandan keyin Tayvan u chaqda Manjur hukumatining o'rniga chiqqan davlatga aylandi ekan. U chaqda Xitoy kommunist hokimiyati nima deydi ekan? Tayvanni men mustaqil bo'lib ketishiga unamayman, ham Manjur hukumatining qarzini to'lamayman deb ushug'lik qiladi ekan. Xitoy hokimiyatining maqsadi Tayvanni bermayman, Amerikaning qarzini to'lamayman deb mutahamlik qilishi aniq ekan. Lekin dunyoning qoidasi bor, dunyoning tartibi bor. Xitoy kommunist hukumati bu krizisdan qanday qochib qutuldi? Balkim u chaqda Xitoy hukumati Amerikadan butun diplomatik munosabatni uzib, aralashmaydigan bo'lib, ta'tir qarab turaverishi mumkin ekan. Lekin yer sharida faqatla Xitoy davlati bilan Amerika davlati bo'lmaydi ekan. Dunyodagi boshqa davlatlarning oldida Xitoyning yuzi, obrazi qanday bo'ladi? U chaqda butun dunyo Xitoy hukumatini ushuq, muttaham, mas'uliyatdan o'zini ib qochadigan, tang'oq degan davlatga aylandi ekan. U chaqda boshqa davlatlar gibida turmaydigan Xitoy davlati bilan qanday muomala qiladi? Endi Amerika Xitoyni bundaq qistaydi ekan. Manjur hukumati manchilik pul olgan. Buni Tayvan hukumati to'layman degan, Tayvan hukumatini sen qo'g'lab chiqarib etding, bu qarziga sen mas'ul, sen to'laysan deydi ekan.
Bu jiq pulni Xitoy hukumati pulim yo'q, men to'layolmayman deydi ekan. Ondan Amerika davlati Tayvanning qishig'i bor ekan. "Men pulni to'la" desa, "Bo'ladi, men to'layman, pajlab qarz qilib to'layman" deydi ekan. Bu chaqda Tayvan bu qarzga ega bo'lsa, Tayvan tabiiy shaklda Manjur hukumatining o'rniga dasigan qonunliq davlatga aylanib qoldi ekan. Endi Beijing hukumati ya qarzga ega bo'ladigan yoki Tayvanning mustaqilligini e'tirof qiladigan to'rt ko'chaga kelib qoladi ekan. U chaqda Tayvan mustaqil davlatga aylanib ketsa, Xitoy davlati 70 yildan tortib Tayvanni mustaqil qilamiz, Tayvanni qo'shib olamiz degan shuari biroqla suvga chilishib, ishini ko'tarolmaydigan o'ringa tushib qoladi ekan. Xitoy kommunist hukumati hozir xalqaroda bu qarz to'lash masalasidan qechib qutlanmaydi ekan. Bu tarafga mangsa et o'lidi, bu tarafga mangsa harusi sunadigan vaziyatga kelib qopti. Biz bir chamida 2 paxtak, 3 paxtak so'qidi degan, hamda Amerika davlati so'qidigan ikkinchi paxtak bo'lsa, mushu Xitoy virusi sababidan ishsiz qolgan Amerika fuqarolariga har oyda ishsizlik turmush puli tarqatib yetibdi. Har bir shtatninki ta'minot puli o'xshamaydi ekan. Masalan, taxminan bir shtatninki beradigan turmush pulini hisoblasak, bir oyda bir odamga $3200 bergan bo'lsa, u chaqda bir oyliga qanchalik turmush puli tarqatdi? Amerika davlat bo'yicha ishsiz qolgan odamlarga qanchalik pul tarqatdi? Amerika hukumati bu ziyonni nereden topadi? Kimdan to'latadi? Beijing hukumati Manjuriyaning qarzidan tinib oldi deyli. Endi bu qitim virus tarqatgan sababidan Amerika hukumati bu qarzni to'laysan desa, Xitoy hukumati bu qarzinmi tinib oldi desak, ya'ni Amerika davlati virus sababidan Amerika xalqiga berib turayotgan milliard pullar. Bu chaqda Amerika hukumati xuddi qarz egisi qarzda odamlar mijmij bo'lib ketayotgan bir bozorda tutib olib, qonini bo'g'ib turib, pulimni to'lamamsa degan vaqtida nurg'un odamlar yig'ilib ketib, "Nim bo'ldi?" desa, qarz egisi, "Mana ma odam mendan qarz olgan pulni to'lamay yotidi, mana isbotlari bor. Bu qarzni to'lamay qechib yuradi. Endi sizlar bir gaqib yiqinglar, qanday qilsam bo'ladi? Sizlar bir adil fikr qilib yiqinglar" degan vaqtida, tabiiyki ko'rib turayotgan bütün odamlar qarzdorni iyiblaydi. Amerika davlati bilan Xitoy davlatining masalasi naq mushu masalaga o'xshash. Dünya jamoat oldida, dunyo davlat oldida Amerika hukumati Xitoy hukumatining qonini bo'g'sa, bütün dunyo Xitoy kommunist hokimiyatini iyiblaydigan vaziyat pishib yetilibdi. Xitoy hokimiyati qarzini to'layamasa, uyini sotadigan gap. Amerika hukumati bu qitim mayli Manjuriya vaqtida berib turgan qarz bo'lsin, Xitoy virus sababidan Amerika davlati Amerika xalqiga tatgan ziyon bo'lsin, Shiqilib Amerika davlati Xitoy hukumatining qonini bo'g'ib bir narsa oladigan vaziyat yetib keldi. Xitoy hukumati bu krizisdan qechib qutlanmaydi. Bo'libmi Amerika davlatida mush Xitoy virusi sababidan o'lib ketgan 200 milliondan ortiq insonlarning hayoti, iqtisodiy ziyon masalasi Amerika hukumati bu hisobni olmay qo'ymaydi. Endi bir toshda so'qidigan 3-paxtakchi desak, Xitoy hokimiyati qurilib bugungi kuniga qadar Xitoyning nurg'unlagan chirik amaldorlari navbat bilan huquq beshida o'tirib, millionlar, trillionlar bo'lib ketgan. Xitoy huquq beshida o'tirib, o'ziga eng jiq pul yig'gan huquqdor kim desak, hammamizga ma'lum Jiang Zemin ekan. Jiang Zemin huquq beshida o'tirganda, mayli harbiy ishida bo'lsin, banklar ishida bo'lsin, yiltizi eng cho'nqir ekan. Jiang Zeminning yiltizini hozirgi Xi Jinpingmi tal to'kis qo'llab ilib ekan. Jiang Zemin va Jiang Zeminni qo'llovchi kuchlarning chet eldagi mol dunyosi haddidan ziyoda ko'pkan. Xi Jinping Hu Jintaoning chet eldagi pullari xeyli zo'r miqdorini egallaydigan. Lekin yanala Jiang Zemin davridagi Xitoy amaldorlarining iqtisodiy puli nihoyat zo'r ekan. Xo'sh, endi Amerika hukumati virusdan tatgan ziyonni Xitoy hukumatiga to'la deydi ekan. Agar Xitoy hukumati to'lamasa, Amerika davlati nihoyat chiroyli ismlar bilan Xitoy amaldorlarining ko'pmi Jiang Zemin davridagi ochiq oshkora Xitoy amaldori va yoshurun Xitoy amaldorlarining bütün iqtisodi va mol dunyosini Amerika hukumati nihoyat chiroyli ism bilan papakiz yig'ib oladi ekan. Bu chaqda Jiang Zemin davridagi Xitoy amaldorlari
Hu Jintao davridagi Xitoy amaldorlari, hozirgi Xi Jinping davridagi Xitoy amaldorlari bu ziyonga chidamdi. Xitoy amaldorlari bir ömür tirishib, huquq beshiga chiqib, topgan mol dunyosini Xitoy davlatiga ishonmay chet elga qo'ysa, yanada bu Xi Jinpingning kasofati bilan Amerikaga chiqib, saqlagan pullari yo'qolib ketsa, bu amaldorlar ma'qul demdi. Xitoy amaldorlariga o'zining shaxsiy manfaati muhimmi, davlat muhimmi? Bu chaqda Xitoyning huquq qatlam ichidan cho'ng krizis yuz berdi ekan. Xitoyning 36 yilisi bo'yicha aytganda Xitoyning qaynayotgan qozonning tagidagi o'tni Amerika hukumati tatib etgan.